Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Mana anchadan beri e'lon qilib kelayotgan, gaplashmoqchi bo'lgan mavzuyimizni boshlayapmiz. Ozgina sekinroq gapirib turaman, chunki endi mana 8:30 bo'ldi. Odamlar ozgina yig'ilib olguncha. Bugungi darsimiz, vebinarimiz balki bitta maktab darsi uzunligida bo'lishi mumkin, 40 daqiqa, balki bitta universitet darsligi 80 daqiqa. Undan uzoqga olib bormaymiz, balki 1 soatlar atrofiga olib boramiz. Maqsadimiz nima desa, maqsadimiz men o'zim ham qabulda o'tiribman-da, mana shu maktab qabulida o'tiribman va ota-onalar maktab tanlashyapti. O'zimizga ham kelishyapti deb, falonchi maktabni nima tanladingiz yoki o'tgan yil nima tanlagandingiz, mana bizga olib kelyapsiz bu yil deb so'raganimizda, hissiyot orasida tanlagan ota-onalarni ham ko'p ko'ryapmiz. Ya'ni menga yoqdi yoki o'sha payt zo'r taklif etuvdi, berib yubordim bolamni yoki bir chiroyli gap gapirishuvdi yoki va'dalari zo'r bo'ldi, berib yubordim deb aytishadi. Ba'zan bu maktablar yaxshi bo'lib chiqadi, oxir-oqibat o'sha va'dalarni bajaradi ba'zi maktablar. Lekin ba'zan ota-onalar kuyib qolishadi, mijozda kuyib qolishadi. 1 yil umri ketdi bolamni, pulam mayli deyshadi. Umri ketdi, qaytmaydi umri yoki yomon odatlar o'rganib keldi yoki o'qishi pasayib ketdi deyshadi. Biz o'zimizda ham tajribamizda bo'lgan. 2020-yildan beri maktab sohasida ishlayotgan bo'lsak, o'zimiz ham shunaqa xatolar qilganmiz, bajarib bo'lmaydigan va'dalar berganmiz yoki qisqa muddatda qilib bo'lmaydigan ishlarni qisqa muddatda qiladi deb aytganmiz. Mana shunaqa xatolarni ham boshqa maktablarda ko'ryapmiz hozir. Toshkent shahrining o'zida 300 dan oshdi xususiy maktablarning soni. Davlat maktabi nechta bo'lsa, xususiy maktablar ham shuncha bo'ldi. Va O'zbekiston bo'yicha xususiy maktablar 1000 ga yaqin bo'ladi bu yil. Shuning uchun to'g'ri maktab tanlash bo'yicha bir mezon bo'lsa qaniydi deb o'zimiz shuni yozib olishga qaror qildik. Bu vebinarda men bilmayman nechta odam hozir kuzatyapti, nechta odam eshitadi. Lekin buni darslik qilib YouTube'ga ham qo'yib qo'yamiz. Keyinchalik ota-onalarimizga yoki mijozlarimizga shunchaki ularni zehniyatini oshirish. Bernard Shou aytgan-ku, har qanaqangi kasblar bu o'sha kasbni bilmaydiganlarga nisbatan fitna. Ya'ni siz bir kasb mutaxassisi bo'lsangiz, albatta boshqa o'sha kasb mutaxassis bo'lmagan odamni osongina aldab qo'yasiz-da. Mana shuni oldini olish. Biz shu sohada uzoq yildan beri ishlab, dunyoni aylanib, shu boshqa maktablarni ko'rib, o'zimiz ham turli maktab egalari bilan gaplashib, o'zimiz ham yaqinda mana bitta shaharga borib, 11 ta maktabga aylanib keldim. Mijoz sifatida bundoq qaradimda, nimalarga e'tibor berishim kerak ekan deb turib, o'zim mijoz bo'lib, tanishlarimizga maktab qarayotganda shunga e'tibor berdim. Keyin mana shu mezon, ya'ni to'g'ri maktab tanlash haqidagi mezon haqida ehtiyoj borligini tushundik jamoaviy va mana shuni ishlab chiqdik. Maqsad shu. Ya'ni bizni maktabingizni tanlashingiz shart emas yoki to'g'ri maktab tanlash xuddi Rahim School tanlash orqali bo'ladi emas. Biz boya aytganimizdek, mutlaq bu prezentatsiyani o'zimizning maktabimiz atrofida yoki maktabimizni reklamasi uchun qilayotganimiz yo'q. Shunchaki biz ba'zi joylarda oddiy narsalarni aytamiz. Masalan, boya ham ota-ona keldida, "Bolam sizlar nima deyapsizlar? Rus tilini o'rganadimi?" dedi, yuqori sinflarda. Men aytdim, "Yo'q" dedim. "O'rgatib bera olmaysizlarmi? Rus tili darslari bor-ku" dedilar. "Yo'q, biz o'rgatib bera olmaymiz, bolangiz Kirill alifbosidan bilib chiqadi" dedim. Lekin rus tilida bizni maktabda o'qib zo'r bo'lib ketmaydi deb aytdim. Lekin qaysidir maktabda shuni aytayotdi va ota-ona u yoqqa beryapti. Ya'ni o'zbek sinfida o'qitib turib rus tilini o'rgatamiz deb va'da yoki rus sinfida o'qitib turib bolangiz tarbiyasi buzilmaydi yoki o'zbek tilini zo'r biladi degan va'da. Bajarish qiyin bo'lgan, balki ba'zan imkonsiz bo'lgan va'dalar ketib qoldi va biz tushunamizki, bashishi mana shu narsani mezonlarni qo'yib olmasak, bu ota-onalarimiz qiynalib qolishadi. Xo'p, va bu mezonlar bizni o'zimizning maktabimizga ham qarab tuzilgani yo'q. Chunki bu orasida oxirida gaplashamiz. Ba'zi mezonlar borki, bizni o'zimizning maktablar ham o'ta olmaydi bu mezonlardan. Shunga e'tibor berishimiz kerak. Xo'p, maqsadimiz shu. Sizga maktab tanlashda to'g'ri, daqiq, dona-dona, zo'r savollar berib turib, oldingizda turgan odam birinchidan mutaxassismi, ikkinchidan ishonchlimi, shuni bilish. Bo'ldi. Ya'ni biz bitta maktabga borayotganimizda shuni bilishimiz kerak. Shu maktab ishonchlimi? Ya'ni aldamayaptimi? Yolg'onchi emasmi? Marketing olib chiqayotgan narsasi o shunchaki suv yoki shunchaki yolg'on emasmi? Chunki biz bir maktabda eshitganmiz, bolalarni o'sha topshirgan universitetini kirgan universitet qilib chiqarib yuborgan yoki rasmini qo'yib qo'ygan yoki mo'kda olgan, ya'ni sinov testlarida olgan natijalarni haqiqiy test deb qo'yib yuborgan. Mana shu bizni ishonchni buzadi maktablarga bo'lgan umumiy. Shuning uchun ham birinchi navbatda bilib olishimiz kerak, men bu maktabga ishonsa bo'ladi. Ikkinchisi, bular mutaxassismi? Ya'ni bolalarimni umrini, ta'limini bularga topshiryapman. Mana shu ishni ular eplab berisha olaydimi? Yoki eng yaxshi eplab bera oladigan shularmi? Chunki bolamizning umri qaytmaydi. Mana shu narsani aniqlash bu mezonlardan. Biz mana shu sohani mutaxassis sifatida shuni yoritib bera olamiz deb o'yladik. Shuning uchun mana shu vebinar o'tkazmoqmiz. Xo'p, tanishib olaylik. Men birinchi o'zim haqimda gapirib berishdan oldin sizlar bilan tanishmoqchiman. Xo'p, farzandingiz necha sinfda o'qiydi
va ayni damda ta'limda sizni eng ko'p o'ylantirayotgan masala nima? Ya'ni maktab yoshidagi bolangizda endi agar bo'lsa yoki maktabga chiqmoqchi bo'lsa, ta'limda nimani o'ylantiryapsiz? Nima o'ylantiryapti sizni? Misol uchun kimdir aytishi mumkin, bizni oilada o'zi tarbiya yaxshi, menga til bilishi qiziq yoki biz o'zi til bilamiz, xalqaro misol uchun mana kecha Angliyadan ota-onamiz keldi, bolalari til biladi. Biz til bilamiz, bizni bolalarimizga fan o'qishi muhim deb yozishingiz mumkin va bolangiz nechinchi sinfdaligini yozsangiz bo'ladi. 1 2 3 4 deb yozsangiz bo'ldi. 1 degani bu 0-sinf, preschool deymiz, 6 yoshli bolalar. Ikkinchi 2 deb yozsangiz bu boshlang'ich sinflar, 1-4. 3 deb yozsangiz o'rta sinflar, 5-9 va yuqori 10-11 bo'ladigan bo'lsa, 4 deb yozsangiz bo'ladi. Bu nimaga kerak? Buni so'rashimdan maqsad, agar qaysidir qatlamdagi, ya'ni yoshdagi bolalar ko'proq bo'lsa, deylik, misol uchun yoshlar, boshlang'ichlar ko'proq bo'lsa, ba'zi misollarimni shunga moslayman. Mezonlar o'zgarmaydi, mezonlar o'sha. Keltiradigan misollarimni boshlang'ichga moslashim mumkin. 11 ota-onalari ko'p bo'ladigan bo'lsa bizda o'sha sohadan misol ko'proq keltiraman. Shuning uchun ham buni bilishimiz kerak. Chatda yozsangiz bo'ladi bemalol. Buni javobini aniq ko'rasiz, menga aytib Yaxshi. Hozir javoblarni eshitib chiqdim. Aksar javoblar demak biz bo'ladi. Aksar javoblar boshlang'ichda va o'rta maktabda ozgina bor. Ya'ni 1-4-sinf yoshdagi, 1-4-sinf yoshdagi bolalarning ota-onalari bizni ko'proq hozir ko'rishyapti videoyimizni. Xo'p, shunga qarab misollarimizni shunga moslaymiz ko'proq. Endi mana eshitishligiga nima sabab bo'lishi kerak? Ya'ni men o'zi kimman? Bu maktab tanlashdagi mezonlarni gapirishda haqqim bormi degan savolga javob berish uchun o'zimiz haqimizda ozgina ma'lumot kiritib ketganmiz. Bu 7 yillik maktab sohasida 7 yillik tajribamiz bor. 2020 ni o'zini qo'shib hisoblaganda 2020 dan beri hozirgacha 7 yil bo'ldi. Bu yillar davomida 9 ta maktab yurg'izib boshqardik. 2 ta o'quv markazi ham boshqarganmiz. 3 ta bog'cha bo'lgan. 2 tamidi. 3 ta bo'ldi. Va 600 ga yaqin xodim, bulardan 300 tasi adashmasam akademik xodimlar edi. O'qituvchilar edi. Mana shu sohada tajribamiz bor. Ya'ni biz maktab ichkaridan maktab qurganmiz, xatolar qilganmiz, ko'p narsalar o'rganganmiz va boshqa maktablarning ochilishiga ochilish jarayonida ishtirok etganmiz, guvoh bo'lganmiz va turli narsalarni savol-javob qilib, ular bilan gaplashib, hamkorlik qilganmiz. Mana shu jarayonlarda o'rgangan narsalarimiz bor. Balki 20 dan oshuv, balki 30 dan oshuv maktab egalari bilan ko'rishganmiz. Toshkent shahrining o'zida, O'zbekiston bo'ylab hisoblasa balki 100 ga yaqin bo'ladi. Mingta maktab bor desak, balki 10% ga bormas. Endi hozir men aniq raqam eslolmayman. Lekin juda ko'p maktablardagi vaziyatlardan xabardormiz. Undan tashqari bizga ota-onalar keladi, boshqa maktablardan o'quvchilar keladi. Shulardan olgan xulosamiz bor va boya aytganimdek, dunyo bo'ylab aylanganimizda albatta o'sha davlatdagi xususiy maktablarga kirib ko'rishga harakat qilamiz. Imkoni bo'lmasa davlat maktabiga kiramiz. Xo'p, bugungi darsdan nimalarni kutishimiz mumkin? Biza 5 tagina mezon haqida gaplashamiz. Siz ota-ona ko'chadan kelgan, mutaxassis bo'lmagan holatda borib berishingiz mumkin bo'lgan savollar va javobini ajratib olishingiz mumkin bo'lgan savollar yoki mezonlar. Mana shular haqida gaplashamiz va bir nechta qizil bayroqlar haqida gaplashamiz. Ya'ni agar shu qizil bayroqlar bor bo'lsa, bu maktabdan iloji boricha balki uzaro bir nechtasi to'plansa, uzaro yurgan yaxshi degan ma'noda. Xo'p, bu mezonlar 5 dona. Demak, birinchidan boshlaymiz. Birinchi mezonimiz bino. Timothy Walker kitobida keladi, Finlandiya ta'lim tizimi degan kitobida. O'sha kitobda aytadiki, Finlandiyadagi maktablar qishda ham hattoki oynasini ochib qo'yar ekan. Nimaga? Sovuq, Finlandiya shimoliy, Rossiyaga o'xshagan sovuq davlat. Nimaga desa, chunki havo oyna ochuv bo'lganda bolalarning uyqusi kelmaydi va ularning fikrlashi yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni bolalar uchun havo bu xuddi o'sha o'qituvchi qanaqa muhim bo'lsa, xuddi shunaqa muhim. Havo yetmasa bola o'qiy olmaydi. Shuning uchun ham binoga borganda uni oynasi bormi?
har bitta xonada. U oynalar ochiladimi? O'tdan havo keladimi? Agar alohida ventilyatsiyasi bo'lsa, yana ham yaxshi. Ya'ni faol ventilyatsiyasi Timothy Walker aytadi o'sha kitobida ham. Agar havo berib turiladigan bo'lsa, bolaning o'qish samarasi yana ham baland bo'ladi deydi. Ikkinchisi ovoz. Xonadan xonaga o'tadigan ovozlar, bo'ladigan ovozlar o'tmaydimi? Ba'zi maktablarga bordik, chiroyli qilib shishadan bo'lib qolishgan. Zo'r, chiroyli ko'rinishi mumkin. Ota-ona, biz bunaqa joyda o'qimaganmiz deyish mumkin. Lekin u ovoz uchun mutlaq bo'lmaydi-da. Biz bitta ikkita xonamiz bo'lib ko'rganmiz. Shuni ovozlar bir-biriga o'tib turadi-da, shisha ovoz o'tkazib yuboradi. Va natijada bola shug'ur bo'lsa ham narigi xonada ovoz eshitadi deb diqqati bo'linadi. Har soniyada diqqatingizni kimdir bo'lib tursa, bir narsa o'rganishimiz qiyin bo'ladi. Mana shu narsaga qarashimiz kerak va tabiiy uchinchisi yorug'lik. Yorug'lik yon tarafdan tushib turishi kerak va tabiiy yorug'lik bo'lishi kerak. Eng zo'r chiroq ham mana shu mana hozir turgan chiroq ham quyoshni yorug'ligiga yetmaydi. Chunki chiroq bitta maydonga yorug'lik beradi. Quyosh bo'lsa shumuliy, ya'ni qamrab butun atrofga beradi. Shuning uchun ham quyosh yorug'ligida bola uyg'oq turadi, yaxshiroq dars qiladi va bir narsani o'qishi, tushunishi, to'sqanni ham ko'rishi oson bo'ladi. Mana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Maktablar bor, ya'ni xonalar yorug' emas yoki umuman oynasi siqib tashalgan yoki havo aylanmaydi. Ko'rinishda yaxshi jihozlangan elektron doskalar qo'yilgan bo'lishi mumkin, lekin bolaning ta'limoti bo'lmaydi, chunki yorug'lik, havo, mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Undan u yog'iga qo'shimcha e'tibor berishimiz mumkin bo'lgan narsalar bor. Endi remontlar yaxshi bo'lsa, yana ham yaxshi, lekin bir narsani e'tibor berishimiz kerak. 2 haftada remont bolani ko'ziga o'rganib ketadi. Hech narsa bo'lmagandek bo'lib ketadi. Shuning uchun ham remontga aldanmasdan yoki bir qanaqa chiroyli dizaynga aldanmasdan, nima? Havo yaxshimi? Yorug'lik yaxshimi? Ovoz o'tmaydimi? Ya'ni standartda o'zi shu bo'lish kerak. Lekin hamma maktablar bunga rioya qilmaydi, shuni tekshirishimiz kerak bo'ladi. Birinchi mezon shu. Ikkinchi mezon bu ustozlar. Ustozlarni shunchaki savol berish kerak. Qanday saralab olinadi? Qanaqa saralab olinadi? Buni mexanizmlari bor, buni yo'llari bor. Nimalarni ustoz ishga olayotganda nimalarni tekshirasizlar? Chunki men bir maktabga bordim. O'sha maktabda mijoz bo'lib bordim. Samimiy, boshqa shahardagi maktab edi. Bordim, hamma ma'lumotlarni oldi. Keyin aytdiki, siz nima sohadasiz dedi. Sohamni aytdim. Keyin uydagilar nima sohada dedi. Mana shunaqa dedi, biz uydagilar pedagoglar bor uyimizda. Shularni maktabga chaqiring, ishlaylik birga deydi. Ya'ni menga ish taklif qilishdi. Shunda bildimki, bu maktabda pedagogda muammolar bor. Ya'ni hamma maktablar ham o'zi xohlagan pedagogni topa olmaydi. Biz doim aytamiz ota-onaga 20 mingta pedagogdan 200 tasini saralab olganmiz deydi. Lekin hamma maktabga ham 20 mingta pedagog ishga topshirmaydi. Odatda ishga topshirayotgan o'qituvchi eng baland oylali yoki uyga eng yaxshi bo'lgan joylardan boshlab topshiradi. Shuning uchun ham saralash mexanizmlari haqida so'rash kerak. Ba'zi maktablar bor, misol uchun bitta yo'nalish ochib qo'ydi, fizika. O'tiga bir dona o'qituvchi topshiradi, o'sha yerni ishga olishadi. Kecha ham bir o'qituvchimiz keldi, biz u o'qituvchini hattoki assistent qilib olmaganmiz, ya'ni yordamchi o'qituvchi qilib olmaganmiz, chunki talaba. Lekin o'sha talaba bilan gaplashib turdik, aytdilarki, bizni mana maktabga meni o'qituvchi qilib olishdi va kurator qilib olishdi va mana bu ikkita fandan dars beraman deydi. Hamma men yaxshi dedimda, keyin o'sha mezonga shuni ham qo'shib qo'yishimiz kerak ekan dedim. O'qituvchilar orasida talabalar bormi? Bu yaxshi signal emas, buni so'rash kerak. Talabalar bo'lmasligi kerak o'qituvchilar orasida. Nimaga? Chunki o'qituvchi agar zo'r dars beraman desa, u darsga tayyorlanib kelish kerak. Zo'r tayyorlanaman desa, u talabaligini qila olmaydi. U talabaligini qila olmagandan keyin o'zini qilayotgan ishini nazariyasini qayerdan o'rganadi? Assistent sifatida bo'lishi mumkin, lekin bizning assistentlarimiz ham odatda universitet tugatgan o'qituvchilar bo'ladi. Va o'qituvchilar ochiq e'lon qilinganmi? Men bir nechta maktablarni bilaman. Misol uchun North Star Amerikadagi eng zo'r maktablardan bittasi. Ularning o'qituvchilarini ism familiyalarigacha va yutuqlargacha shunday saytidan ko'rib olsangiz bo'ladi. Biz ham maktabga kelganingizda shuni hammasini rasmini osib qo'yganmiz, hammasini yutuqlarini tagiga yozib qo'yamiz. Va hammasi bilan videolarimiz bor, podkastlarimiz bor. Agar telefon qilib 3-sinf o'quvchisiman bermoqchiman desangiz, 3-sinf o'qituvchisini darsini tashlab beramiz. O'qituvchilarimiz kimligini bekitmaymiz, chunki biz ulardan uyalmaymiz. Ya'ni ular talaba emas, ular tilni aksent bilan yoki xato gapiradiganlar emas, ular dars zerikali o'tadigan emas. Biz vijdonan olishimiz mumkin bo'lgan eng kuchli ustozlarni olganmiz, shuning uchun bekitmaymiz. Albatta bu qimmat, lekin buni oqibatida biz ustozlarimizni yashirmaymiz. Xo'p, savol bering, mani bolamga konkret, aniq ayting, kim darsga kiradi mani bolamga? Rasmlarini ko'rsating, otlarini ayting, yutuqlarini ayting deb so'rash kerak. Bordikmi maktabga? Xo'p, endi ochildik, hali o'qituvchilarimiz yo'q deydigan bo'lsa, nima asosda olasiz va qancha oylik berasiz deb aytish kerak. Bu keyin oylikni tekshirish qiyin emas. Shunda OLXga rabotaga kirasiz, maktab otini yozsangiz, qancha oylik berayotgani chiqib keladi. Bizni ham tekshirib ko'rishingiz mumkin. Rahim School deb yozsangiz, o'sha OLXda ham, Rabotozda ham o'qituvchilarga qancha oylik berayotganimiz shunda ko'rinib turadi.
Xo'p, keyin yildan yilga qolish foizi. Bola o'qituvchiga o'rganadi, Vygotsky nazariyasi bor o'sha. Bola o'qituvchini yaxshi ko'rib qoladi, keyin fanni yaxshi ko'radi, o'qib ketadi. Shuning uchun ham o'qituvchini har deb almashtirish kerak bo'lmaydi. O'zi o'qituvchi saralangan, talaba emas, dekretga chiqmaydigan, yoshi kattaroq olingan bo'lsa, uncha-muncha ketavermaydi. Shuni foizini so'rash kerak. Yaxshi maktab buni doim o'lchaydi. Bilmayman desa, u o'lchamayotgan ekan. Chunki bu muhim. Bizdan so'rasangiz men aytaman, 90.2%, ya'ni 10 tadan 9 o'qituvchimiz qoladi deyman. Boshqa maktablar ham demak uni bilish kerak. Necha foiz o'qituvchi qavat? Boshlang'ichda qancha, yuqorida qancha? Xo'p, mabodo ketaman desa nima qilinadi? Mana shu narsani nimalar qilindi shu paytgacha o'qituvchilarga. Keyin alohida e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bor. Bu yerda biz prezentatsiyaga qo'shmaganmiz. Bu nima? Agar siz farzandingizga, misol uchun, bolangizga tarbiyasiga ham befarq emasmiz deydigan maktab haqida izlayotgan bo'lsangiz, bizga keladigan ota-onalar bunaqalar ko'p. Ya'ni ta'limi ham zo'r bo'lsin, mayli fizika, matematika, ingliz tilini ham o'qitib beringlar, lekin menga tarbiyasi ham muhim. Ya'ni u bola o'zbekchadan chiqib ketmasin, salom bersin, odobli bo'lsin, vatani bilsin, vijdoni bo'lsin. Ota-onasi hurmat qiladigan bola bo'lsin. Ya'ni tarbiyali deymiz, u bitta so'z bilan aytganda. Mana shunaqa bola bo'lsin, nafsini boshqaradiganda, ya'ni tarbiyali. Shunaqa bola bo'lsin deydigan ota-ona bo'ladigan bo'lsangiz, bir narsaga e'tibor bering. Agar bu maktab positioningda, ya'ni o'zini namoyon qilayotgan paytda biz tarbiyaga e'tibor beramiz deyotgan bo'lsa, demak, tarbiyaga salbiy ko'rsatishi mumkin bo'lgan omillarni ustozlar darajasida hisobga olib ketadi. Bu nima? Bu 9, 10, 11 yuqori sinflarda bo'ydoqlar dars bermasligi kerak bunaqa maktabda. Ya'ni yosh yigitlar dars bermasligi kerak. Nimaga? Chunki 9, 10, 11 sinflarda yosh qizlar bor. Va ularni bo'yi yetib qolgan. Endi mana shu yerda ko'p muammolar, ko'p fitnalar bo'ladi. Men bu hattoki bir maktabni bilaman. Tarbiyaga ixtisoslashganmiz deyshadi. Tarbiyani propaganda qilishadi, ya'ni bizda bu muhim deyshadi, lekin o'sha maktabning bo'ydoq o'qituvchilari, yuqori sinf o'quvchilari qizlarini tomosha qilib o'tirishadi, o'zlariga men bunga uylanaman deb o'tirishadi-da. Ya'ni bu tarbiya jihatdan noto'g'ri deb bilaman. Ya'ni bu bir odam maktabga qizini jo'natsa, u albatta omonda bo'lishi kerak. Va biz ham bu xatoni qilganmiz yoshligimizda, o'sha 2020 o'quv ta'limni endi boshlayotgan paytda bo'ydoqlarni, ya'ni bilimizni zo'rlagan deb turib qo'yib yuborganmiz. 24, 25, 27 yoshli, lekin bilganmizki yo'q. O'zini farzandi bo'lmasa, qizi bo'lmasa, yuqori sinfga o'qituvchilarni yaqinlashtirmagan yaxshi. Xuddi shunaqa erga tegmagan yosh qizlarni ham o'qituvchilikka yuqori sinflarga qo'ymaslik kerak. Chunki 9, 10, 11 sinf bolalarning orasida baribir bolalar, xususiy maktab, yaxshi bolalar ko'p. Lekin bitta bolalar bo'ladi, baribir o'sha o'qituvchiga baribir o'qituvchi emas, bitta qiz sifatida qarab qo'ygan qiz bo'ladi. Tarbiyaga qarayotgan, e'tibor beradigan maktab bo'lsa, bu joylarga albatta to'la e'tibor bergan bo'lish kerak. Bizdan so'rasangiz, bizda shu narsaga qaraymiz. Xo'p, 3-mezon. Buni endi o'zingiz bir qitmirlik qilib sinab ko'rishingiz ham mumkin, savol berib ko'rishingiz ham mumkin yoki to'g'ri vlog, ya'ni peshonasiga ochiq oydin so'rashingiz mumkin. Bu mezon nima? Bu va'dalarning chegarasi bormi? Yaxshi maktablar hamma narsani va'da qilib olmaydi. Ya'ni, "Men buni qilib berasanmi? Ha. Buni qilib berasanmi? Ha. Transportdan qo'yib berasanmi? Ha. Koreys tilini ham o'rganadimi? Ha, bo'l, javob qilib beramiz. SATga ham tayyorlaysanmi? Ha. Davlat institutiga ham tayyorlaysanmi? Ha." O'zi bitta dona 10-sinfi bor. Qanaqa qilib u ham DTMga tayyorlaydi u sinfni, qanaqa qilib ham xalqaro universitetga tayyorlaydi. Ya'ni bu yerda agar sinf bitta bo'ladigan bo'lsa, bu odamga bergan va'dani bajarsa, bu odamga bergan va'da ishlamay qoladi. Shuning uchun ham nimalarni qilib bera olmaysizlar degan savolni berish kerak. Ya'ni bir maktabni bilamiz, 75% o'quvchisida va bir maktab bo'lsa, 75-80% o'quvchisi har xil maktablardan kelgan, yangi joylardan kelgan, rus maktablardan kelgan, ingliz maktablardan kelgan bo'lsa va u maktab va'da bersaki, o'zbekona tarbiya beramiz deb va'da bersa, o'sha 20% ota-ona uchun muhimda. Shuning uchun o'zbek sinfga berishyapti. Bu 80% ga bergan va'dasi bilan 20% ga bergan va'dasi to'g'ri kelmayapti. Chunki shunaqa maktablarni bilamiz, 80%, 75% o'quvchisi rus maktablardan kelgan, lekin o'sha 25% ga o'zbekona tarbiya beramiz deb va'da beradi. Yaxshi tajribasizlikdan bo'lishi mumkin. Yaxshi gumon qilamiz, lekin biz sinab ko'rganmiz. Uzoq muddatda bunaqa qilib bo'lmaydi. Ya'ni 25%, 85%, 80% ga yutqizadi. Ya'ni ko'pchilik yutib ketadi. Shuning uchun ham bizdan so'raysiz, mana rus tilini o'qitib bera olmaymiz yuqori sinfda. Boshlang'ichda arab tili darslarimiz bor, lekin arab tilini zo'r bo'lib chiqmaydi, chunki u harf tanish xolos. Yoki xitoy tili bilan arab tili bizda parallel qo'ygan. Uni o'qisangiz buni qila olmaymiz. Yoki mana bugun ham ota-onamiz keldi, menga 5 ta fanni qilib ber, bolam 8-sinf qilib bera olmaymiz aka. Uzr, vaqt kam, 4 yil qolgan. Men fanlarni qilib beramiz, qolganiga rozi bo'lasiz. Ya'ni va'dalarning doim chegarasi bo'lishi kerak. Men narsani qilib beramiz, bularni qilib bera olmaymiz deyiladi. Yaxshi maktablar o'zini nima qila olishini juda yaxshi biladi, chegaralarini yaxshi biladi va keyin so'rasak bo'ladi. Xo'p, misol uchun
qanaqa qilib erishasan shu va'daga. Maktablarning yaxshi ko'radigan gapi bor. Biz ham aytamiz bu gapni. Individual yondashuv. Ya'ni mani bolam orqada deydi, yoki mani bolam sho'xro deydi ota-ona, yoki mani bolam rus maktabdan kelgan, yoki men Amerikadan ko'chib kelganman. Har xil. Vaziyat har xil. Shuning uchun maktablar biz yaxshi ko'radigan gap bor. O'zimiz ham aytamiz, biz maktab ham individual yondashuv deymiz. Xo'p. Individual yondashuvni qanaqa qilasan degan aniq savolni berishimiz kerak. Chunki bu va'da-ku. Qanaqa yondashasan bolaga desa, bizda so'raysiz, biz aytamizki, uzr, adabiyot, tarixda individual yondashuv bo'lmaydi. Bu umumiy 20 kishiga hammaga o'tiladigan fan, 24 ta odamga hammaga o'tiladi. Lekin mana 3 ta 4 ta fan bor. Misol uchun bizda matematika, ingliz tili, arab tili darslari bo'lib o'tiladi. Mana shu yerda 10 ta bola bo'lgani uchun ustoz alohida bolasiga vaqt ajratib keta oladi. Lekin bu yillar mana fizika ham qo'shildi bo'lib o'tadiganlarimizga. Lekin mana bu fanlarga biz uzr individual yondashuv qilib bera olmaymiz deb alohida, ya'ni qila olmaydigan ishlarni aytish kerak yaxshi maktab. Kecha men bir yaxshi maktabga telefon qildim. Aytdimki, meni jiyanim bor. U jiyanimga menga SSC qilib berishinglar kerak, AP qilib berishinglar kerak desam, yo'q dedi. Biz qilib bera olmaymiz dedi. Lekin shunga o'xshagan mana fanlar bor, shuni qo'yib bera olamiz va SSC darslariga boradigan bo'lsa, o'sha darslarni o'qituvchi topib berishga yordam beramiz, lekin bizda yo'q dedi va qo'yib bermaymiz dedi. Yaxshi maktab shunaqa bo'lishi kerak. Bir narsani qila olmasa, o'shani aytish kerak va o'zi mana bir narsani va'da berdi, bolangizga 1 yilda ingliz tilini o'rgatamiz dedi. Qanaqa qilib qiladi shu narsani? Yoki 2 yilda sertifikat oladi dedi, yoki 4 yilda inglizga kiradi dedi. Shuni yo'llarini albatta ayta olish kerak. Bu boyagi narsa. Biz albatta mutaxassisni qo'liga topshirishni xohlaymiz-ku. Chumchuq so'sam, qassob so'sam deyiladi-yu. O'sha narsani tekshirish uchun. Keyin 4-mezon ota-onaning roziligi. Ota-onaning roziligini biz ham chiqaramiz mana videolarga misol uchun. Endi misol uchun yarim ota-onamiz norozi bo'lsa, shu rozi yarimidan olib ham chiqarish mumkin-da videoga. Shuning uchun ota-onaning roziligi u videolarga qarab o'lchanmaydi. Nimaga qarab o'lchanadi? O'zingizga o'xshagan ota-onani toping. O'zingizga o'xshagan. Ya'ni konteksti, hayoti, kasbi sizga o'xshagan ota-ona bo'lsa va o'sha ota-ona shu maktabga bergan bo'lsa, o'sha ota-onadan so'rang, rozimi, yo'qmi? Nimaga? Chunki bizda bir ota-ona bor. Deylik, Amerikadan kelgan. Unaqa ota-onalarimiz ko'p, lekin bitta ota-onani misol qilaman, Amerikadan kelgan va u bola bizim maktabga kelib o'zbekcha gapirishni boshladi. Deylik, o'zbekona odatlar, tarbiya, shunga o'xshagan narsani o'rgandi. Va ota-ona xursand, hammaga maqtagan Amerikada o'rtoqlariga. Lekin u ota-onaga ishonib, bizni maktabimiz yonidagi mahalladagi ota-ona bolasini bersa, noto'g'ri qaror-da bu. Hattoki bizim maktab tanlasa ham men ularga aytaman. Kimga ishonib, nimaga ishonib beryapsiz? Balonchi dugonam, deylik, Amerikada yashardi, sizlarga berib tursa maqtayapti. Ha, ular uchun o'zbek tili juda muhim, chunki Amerikada ular o'zbek tilini unutyapti. Lekin siz uchun u muhim emas-ku, bolangiz biladi-ku. Siz o'zbek tilini biladi, tarbiyasi yaxshi, oilada buvi bor, dada bor. Balki siz boshqa tarafiga e'tibor berarsiz. Matematikasiga, fanlarni qanaqa o'qitishiga, deylik, lokatsiyasiga, mana shu joylarga e'tibor beraylik deb so'rashimiz kerak. Demak, ota-onani roziligini qarayotganda mezonni qaraylik. Ya'ni ota-ona menga o'xshaganmi? Mana shu mezon bo'lsa, biz yutqizmaymiz. Keyingi 5-mezonimiz o'z bog'ining mevasini o'zi yeydimi? Ya'ni maktabning egasi deyishimiz mumkin. Maktabning egasi yoki boshqaruv jamoadagilar, o'sha direktorlar, o'sha maktabdan hovlidan xabardor bo'lganlar, puli ko'p, pul yaxshi pul topadiganlar-da endi. O'sha yaxshi pul topadigan jamoa, keyin xodimlar, maktabdagi xodimlar o'sha maktabda o'zini bolalarini o'qitadimi? Shahardagi eng zo'r maktablardan bittasi 20 yillik maktab. 20 yillik maktab. Biz u maktabdan ko'p narsalar o'rganganmiz. Shu maktabning egasini men hurmat qilaman. Nimaga? Chunki 11 ta nevarasi o'zining maktabida o'qiganda, o'zi zotan u maktab shuncha ochilgan. Ya'ni o'zlarini, farzandlarini, nevaralarini o'qitish uchun uni otini ham yashirmaymiz, lider maktabi. Va boshqa maktablarni taniymiz. Bir akani 5 ta, 6 ta maktabi bor, lekin o'zining farzandi boshqa maktabda o'qiydi. Qimmatroq, yaxshiroq ikkala bolasi ham misol uchun. Yana bir maktabni bilamiz, u maktablari bor, lekin bolalari boshqa maktabda o'qiydi. Mana o'zimning bolalarim o'zimiz bog'chada o'qiydi, endi hali maktab yoshiga yetmadi. Mana bu katta signal. Yaxshi signal. Misol uchun Muhammad Ali do'stimiz yuksalish maktabi o'zi ham o'zini qizini o'zim maktabimga beraman degan. Bu ham yaxshi signal. Ya'ni kim bu nima degani? Bu ta'limni tushunadigan, ichida hamma narsani ko'rib turgan odam, boshqa maktablarni taniydigan odam o'zini maktabiga bermoqchimi? Demak, u qo'lidan kelgancha eng yaxshisini qilishga harakat qilyapti. Pullar emasdan yoki imkoniyatining chegarasida oxirgacha yaxshisini qilmoqchi. Xo'p, undan tashqari boshqa odamlar ham, maktab ichidagilar ham albatta berish kerak. Bir odam kolbasa chiqarsa-da, uni o'zi yemasa, demak nimadir borki, o'shani yemayapti. Xuddi shu narsada oddiy savol berishimiz kerak, shu direktordan yoki qabuldigidan yoki zavujdan yoki gaplashayotgan odamimizdan, o'zingiz bolangiz qayerda o'qiydi deyish kerak. Va keyingi savol, nega o'sha yerda o'qiydi? Nega bu maktabda emas degan savolni berish kerak. Misol uchun ixtisoslashgan maktab bo'lsa, tushunishimiz mumkin. Mani bolam doktor bo'lmaydi, bu doktorlarning maktabi deyish mumkin. Lekin o'zini maktabida o'qitish imkoni bo'lib turib, boshqa joyda o'qisa, demak nimadir bor. Demak, ichkarida nimadir muammo borligini biladi.
Va men ham o'sha Istanbulda maktab aylanayotganimda taxminan 10 ga yaqin, 10 dan oshiq maktablarga kirdim va bittasi aytdiki, "Meni qizim ham shu yerda o'qiydi" dedi. Keyin keyingi mezonimizga ham tushdi, yana bitta mezonimiz bor. O'sha mezon bo'yicha ham o'sha maktab menga yoqdi rostdan ham. Va bizda ham 45 tami, 40-48 ta bo'ldi shakl. Hozir o'zimizning xodim farzand. Ular bepul emas. 30% chegirma bor, to'g'ri, lekin ular pul to'lab o'qitishadi. Demak, ularda o'qitish tanlovi bor va u ko'p 46 tami, 48 ta bo'ldi shakl. Xodimlarimiz o'zimizda o'qitishni tanlashdi. Rasmdagi yigitimiz ham o'zi jamoamiz a'zosining o'g'illari. Xo'p. Hozir bu yerda mezonni qo'shib ketishimiz esdan chiqib qolibdi. Men 4 dan 5 ta maktabga bordim. Shu Istanbul aylanayotganimda o'zimizda ham shu ba'zi maktablarda ko'raman. Bitiruvchilar natijasini e'lon qilish kerak. Va qanaqa e'lon qilish kerak? Eng zo'r bittani olib chiqib, mana shu bizning bitiruvchimiz emas. Balki nechta bola bitirdi? 45 tami? Shu 45 dan ro'yxat kerak. Natija qila olmadimi? Qila olmaganlar ham turish kerak ro'yxatda. Xo'p, mana shu natijalarni bitiruvchilar natijasini shaffof e'lon qilmaslik yoki qilish bizda mezon bo'lishi kerak. Bizda misol uchun bu yil natija qila olmagan bitiruvchilar bormi? Bor. Misol Lokomotiv filialimizda 45 ta bola bitirdi, 4 tasi menimcha balki 2 tasidir, hozir eslamadim. Natija qila olmagan. 90% natija qilish ham yaxshi. Mana shu 10% dan uyalib maktablar chiqarmaydigan bo'lsa, boyiga birinchi kriteriy ishonch bizda ketyapti. Nimadir bekityapti bu mendan. Demak, so'rashimiz kerak. Bir maktabdan so'radim, shu Istanbulda, bitiruvchilaringiz qanaqa? Misol uchun Qatlida hozir. Qatlaga institutga kirishdi. Menga muhim bu narsa dedim. Bu men o'qituvchilaringiz bahololmayman-ku, hozir bitta gaplashib chiqa olmayman-ku. Shuning uchun menga ro'yxat bering, qayerga kirganini o'zim ko'ring, o'zim bilan ko'ring, nima natijalar qilganini dedim. Keyin menga nima dedi? Bilmaymiz ular. Biz gaplashmaymiz, bitirib ketavergan bo'ldi. Qayerdan topamiz ularni dedi. Ya'ni u qanaqa 4 yil, 5 yil, 3 yil, 2 yil o'qitgansiz siz uni, siz gaplasha olishingiz kerak. Ota-onasiga aloqamiz bo'lishi kerak. Ya'ni bu narsa bahona emas. Shuning uchun maktablar agar bitiruvchilarini natijalarini bekitayotgan bo'lsa, ya'ni bu mezon natijalari bormi, yo'qmi? Va qanaqa? Hamma natijasi bormi, yo'qmi? Ya'ni o'xshagan bo'lib bitiruvchilar ham, o'xshamagan bitiruvchilar ham biz albatta chop qilishimiz kerak. Xo'p, keyin qizil bayroqlar. Ya'ni mana shu narsalardan bittasi yoki bir nechtasi bo'lsa, demak biz bilishimiz mumkinki, maktabda yo mutaxassislar emas, yo ishonchli emas. Birinchisi bu international so'zi bo'lsa-da maktabda, xalqaro degani bu, lekin xalqaro dastur bo'lmasa. Chunki hozir mana Cloudiga ham, Google'ga ham kirib tekshirib ko'rishingiz mumkin. International school degani, xalqaro maktab degani boshqa xalq, millat a'zosi, boshqa davlat fuqarosi kelib bolasini bemalol o'qita oladi degani. Ya'ni uni dasturi xalqaro degani. U faqat o'sha milliy dastur emas degani. Misol uchun siz Rossiyaga borsangiz, Rossiya rus programmasi bo'yicha o'qitadi. Turkiyaga borsangiz, sizni o'zini o'quv tizimi bo'yicha o'qitadi. Yoki Amerikaga borsangiz, o'zining ta'lim tizimi bo'yicha o'qitadi-da. 3 marta 3 ta davlatda aylanib yursangiz, siz bolalaringiz aralashib ketib qoladi. Matematika o'tda boshlanadi, oxiri bu yerda edi. Xalqaro dasturlar mana shunaqa ko'chib yuradigan odamlar uchun yoki boshqa davlatda yashab, o'sha davlatda qolishni xohlamaganlar uchun yoki o'zini bolasini global, ya'ni butun dunyoga bora oladigan odam qiladiganlar uchun qilingan maktablar o'zi. Ya'ni u yerda dastur xalqaro bo'ladi. Butun dunyoga moslashgan bo'ladi. O'sha turgan davlatiga emas. Misol uchun, IB xalqaro dasturlarning bittasi yoki IPS xalqaro dasturlarning bittasi yoki Cambridge xalqaro dasturlarning bittasi. Mana shu 3 ta dastur bittasini oladigan bo'lsak, mana shu Cambridge dasturini olsangiz-da, o'qisangiz, 3-sinfni tugatsa-da farzandimiz, keyin 4-sinfga Qozog'istondagi Cambridge maktabiga borsa, hech narsa bo'lmaganini davom ettirib ketadi. Ya'ni mayda tugatgan mavzusini sentabrda boshlaydi. Shuning uchun ular xalqaro. Ya'ni xalqaro so'zining ma'nosi shu. Ikkita chet ellik ustoz olib kelgandan menga maktab xalqaro bo'lib qolmaydi. Yoki xalqaro imtihonlarga tayyorlagani uchun bo'lib qolmaydi. Ya'ni SAT ga yoki AP ga yoki A-level ga tayyorlagani uchun emas. Xalqaro dastur, ya'ni o'quv davomida istalgan millatning bolasi kelib turib, o'qib keta olsa, u maktab xalqaro bo'ladi. Ya'ni xalqaro bir maktab xalqaro deb yozdi, lekin xalqaro dasturi yo'qmi? Bu red flag. Demak biz nimanidir bekitishyapti. Yo bular mutaxassis emas, bu narsani tushunishmaydi. Yoki bular bizni aldashmoqchi, ya'ni chunki xalqaro maktablarning narxi qimmatroq bo'ladi odatda. Toshkent shahridagi eng arzon xalqaro maktab, men hozir surishtirdim, 7,5 million ekan. Eng arzoni. Va u xalqaro sinfmi yo'qmi men bilmayman. Xalqaro sinflar 10 milliondan boshlanadi. Lekin siz bir xalqaro maktabni shunday borsangiz, narxi 5 million, 6 million turgan bo'lsa, bu ancha arzon ekan, lekin bir xil ekan deb o'ylab qolishingiz mumkin. Aslida lekin ular bir xil bo'lmaydi. Keyingisi direktor, pedagog yoki psixolog yoki ta'lim sohasini dan chiqmagan odam bo'lgan. Bu ham red flag. Buni men o'zimning xulosam emas. Bu o'zimizdan ham xulosamiz. Bizda ham hozir 3 ta maktabimizda direktorlarimiz pedagog, zavучhlarimizgacha pedagog. Lekin bu narsani bu fikr birinchi bo'lib men o'zim
yetib kelmaganman bu fikrga. Rossiyalik katta pedagog, butun o'sha Rossiya matematikalarni o'qitgan matematik popularizator, pedagog Aleksandr Savateyev degan ustoz bor. Millionlab bola, bu balki 100 mingdir, balki milliondir. Bola uni darslarini ko'rib matematikaga qiziqqan. Shu odam direktorlarga trening o'tganda aytganki, direktorlarni ishga olishdagi asosiy xato menejer olish, boshqaruvchi olish, sotuvchi olish. Unaqa emas, bu xato. Asosiy kriteriy bu pedagog bo'lish kerak. Bola, ota-ona o'quvchini tushunadigan, ya'ni o'qituvchini tushunadigan odam bo'lish kerak. Bizda ham bo'lgan bu xatolar, ya'ni direktorlikka oldin biz boshqaruvchi bo'lgan yoki yaxshi dars o'ta olmagan yoki gap so'zi, muomalasi yaxshi bo'lgan odamlarni qo'yganmiz, lekin bu fikrdan vosga xatoligini tushunganmiz. Juda ko'p kamchiligi bor buni. Oxir oqibat biz pedagoglarni qo'yadigan bo'ldik. Va keyingi red flag direktorni qabuliga kira olmaslik, kotibalar qo'yib tashlash, unga uchrashing, birinchi unga uchrashing, birinchi uchrashing deyish. Direktor maktabning yuragi. Ya'ni u urib turganini hamma sezish kerak. Ya'ni maktabda u koridorlarda yurish kerak, u oshxonalarda yurish kerak, bolalar ovqatlangan joyda ovqatlanish kerak, o'qituvchilar xonasida ko'p o'tirish kerak. Ya'ni maktabni direktorini topish muammo bo'lmasligi kerak. Oldiga kirish muammo bo'lmasligi kerak. Biz mana 600 kishi maktabimiz bor. O'sha direktorimizni ham 5 daqiqada topa oladi-da, istalgan o'quvchi. Men uni maqtash uchun aytmayapman, ya'ni misol uchun aytayapman. Ya'ni shu qanaqa bo'lish kerakligini. Doim xonalarga kiraman, qidirib xonalarda bo'lmaydi. Bir do'stimiz bor edi, universitet yurg'izgan. Bir kun universitetda aylantirib chiqdi bizni, o'sha payt 50 gektarga qurilgan universitet edi. Keyin aytdim, "Xonangiz qayerda siz?" dedim. "Rektorda endi." "Mani xonam yo'q" deydi. "Mani xonam yo'q, mana bu bolalarni o'qituvchilarning oldida o'tiraman, mashina ishlab o'tiraman" deydi. "Nimadir uchrashuvingiz bo'lsa-chi, kafega tushaman, pastda oshxonaga o'sha yerda o'tirib gaplashamiz" deydi. Ya'ni ideal holatda shunaqa bo'lishi kerak. Endi bizda qabul borligi uchun o'sha qabulxona va direktor xonasi bitta bo'lib ketgan. Odatiy holatda asoschini emas, asoschi baribir bir nechta maktabga javob beradi. Aynan direktorni qabuliga kirish, gaplashish oson bo'lishi kerak. Kotibalar qiyin, birinchi unga kiring, bunga kiring. Chunki direktor bu hamma muammo, maktabdagi eng ko'p nazar, perspektiva deymiz yoki kartina deyiladi rus tilida, shuni ko'ra oladigan odam. U hamma narsadan xabardor, oshxonadagi vaziyatdan, o'qituvchilardan, kim nima gapirganidan, ya'ni juda ko'p narsadan xabardor. Keyin mana bizda ham direktorlar doimiy xalq ta'limi majlislariga chaqirib turishadi, ta'limdagi o'zgarishlardan ko'p narsadan ular xabardor bo'ladi. Shuning uchun ota-ona ular bilan gaplashgan paytda va u 500 ta bolani, 300 ta bolani tanigani uchun boyga ota-onaga yaxshi kuzatuv bera oladi. Bolangiz orqada yoki oldinda ketyapti deb ayta oladi. Xo'p, Telegramdan ovoz eshitilmayotgan bo'lsa, bo'lishi mumkin, chunki bir ikki marta o'chib qoldi-da Telegram. YouTube'ga shuni o'tib olsanglar yaxshi bo'lardi. YouTube'da mana men hozir ko'rib turibman, yaxshi ketyapti. Va oxirgi red flag hovli bo'lmasligi. Bor shunaqa maktablar, biz ham bitta maktabimiz shunaqa, Farg'onadagi hovlisi yo'qda. Endi olamiz deb reja qilganmiz, balki nasib qilar hozir, lekin hozirgacha hovli qo'shib olamadik o'zimizga. Nimaga? Chunki hovli bolalarga kerak-da, ular chiqib yuguradi, u yerda quvvatini chiqaradi, sport o'ynaydi, futbol. Bu futbolga kerak emas, bola o'qish kerak deyishimiz mumkin, lekin o'sha futbol paytida u o'qituvchisi bilan o'ynab, yaqinlashib, do'st bo'lib, hazil-huzul qilib, qiziqib, o'sha maktabdan ketib qolmaslik uchun harakat qiladi, kerak-da hovli. Shunga iloji boricha hovli kattaroq bo'lishi kerak. Va bor bo'lish kerak, stadion bor bo'lish kerak, toza havoga chiqib nafas oladigan, yuradigan, bundoq qilib qo'yadigan joylar bo'lish kerak-da. Shu. Mana shu narsalar bo'lmasa, bu bizda qizil bayroqlar. Aytmoqchi bo'lgan narsam shu. Bundan boshqa kriteriy mezonlar ham bor. Ya'ni men o'qituvchilar sertifikatlari, misol uchun boshlang'ich sinfdagi pedagoglarning yoshlari, nechta sinf chiqargani, ular ham mezon, yaxshi mezonlar ular ham. Lekin endi bu yog'iga men aytadigan mezonlarim soha mutaxassisi yoki pedagog bo'lsangiz yoki o'zingiz shu sohani tushunsangiz, shundagina ishlaydigan mezonlar. Hozir bugun gaplashgan 6 ta mezonimiz va 4 ta qizil bayrog'imiz hamma, misol uchun bolangizga ham o'rgatib qo'ysangiz bo'ladi. Bolangizga ham o'rgatib qo'yasiz, mana shu savollarni beradi. Javobini bera olmadimi yoki javobiga, ya'ni kim bera olmasligi ham bo'ladi. Maktab ichidagi o'sha direktor yoki asosiy odamlar, qabuldagi odamlar bera olmadimi? Demak, aytishingiz mumkinki, yo ishonchda muammo bor, yo mutaxassisda muammo bor. Xo'p. Hozir endi maktabimiz haqida qisqa gapirib beramiz. Ba'zi joylarni sekin-sekin maqtanib ketdim o'zi, lekin undan tashqari alohida gapiradigan joylarimiz bor. Shunga bitta savollarimiz bor. Bu savollar nimaga kerak? Chunki qarangda, bu hozir ota-ona maktab almashtirmoqchi bo'lgan paytda yoki mijozlar maktab almashtirmoqchi bo'lgan paytda yangi ochilgan maktabga shunchaki olib kelishadi-da. O'tgan yil ham bir do'stimizning maktabidan 100 dan oshiq o'quvchi ketdi-da. Ko'p manimcha qaytib keldi baribir. Nimaga desa, uni yonida zo'r maktab ochildi, o'shanga o'tib ketishdi-da. Lekin ularning eski maktabi vaholanki yaxshi edi. Mana shunaqa holat bo'lmasligi uchun biz bilishimiz kerakki, hozirgi maktabda ham yomon bo'lmasligi mumkin deb olamiz-da. Ya'ni
u sinfdoshlarga o'rgangan, u o'qituvchilarga o'rgangan, u o'sha joyda o'qiyapti, kimnidir balki o'tda kimlardir gaplashar, qaysidir o'qituvchi unga motivatsiya berib turardi. Ya'ni hammasi yaxshi bo'lsa, yaxshiroq bo'larmikin deb o'tkazish doim ham to'g'ri emas. Shunga biz bilib olishimiz kerak, biz rostdan ham maktab bilan almashtirishga muhtojmizmi? Bu qiyin emas. Buni har bitta ota-ona hozir bolasi bilan gaplashmasdan ham javob bera oladi. Birinchi savolimiz: farzandingizni ustozlari va yutuqlari haqida bilasizmi? Ya'ni o'g'lingiz yoki farzandingiz yoki qizingiz maqtanadimi, ustozimiz mana bunaqa ekanlar, bunaqa ekanlar deb gapirib beradimi? Bo'ladi-ku shunaqa suhbatlar paytida. Yoki keyingi shuni davomi yoki ustozlarning yildan-yilga necha foiz qolish statistikasini bilasizmi? Ya'ni u bilasizmi deganda qani balandmi shu pastmi? Shuni ham agar baland bo'lsa ha desangiz bo'ladi, past bo'lsa yo'q desangiz bo'ladi. Ya'ni mana bolangiz biladi-ku, "Voy, sentyabrda keldim, men ustozlarim ketib qopti." Mana shu savolni javobi. Birinchi savol: ha yoki yo'q. Ikkinchisi, maktab va'da beradi, 1 yil davomida qilamiz degan ishlarni va o'shalarni bajarishyaptimi? Bajarishmayotgan bo'lsa, nega bajarishmayotganini aytishyaptimi? Yoki bajarish yo'llarini qanaqa bajarishmoqchiligini aytishyaptimi? Misol uchun biz va'da berganmiz, ko'p emas, 6 dona ota-onamizga bolalarni MITga kirgizamiz, shu 6 ta bolani deb va'da berganmiz. Xo'p, endi qanaqa qilmoqchisizlar degan savolga biz yechimimiz bor. Ya'ni uni ham yo'llarini aytganmiz. Ya'ni kanalimizda e'lon qilganimizda shu olimpiada o'tkazib, olimpiadada qatnashtirib, portfolio yig'ib olib bormoqchimiz. Uchinchi savol: aynan o'zingizga o'xshash ota-ona haqida, ya'ni o'zingizga o'xshash ota-onadan, deylik, shifokor bo'lsangiz shifokordan, tadbirkor bo'lsangiz tadbirkordan va o'sha o'zbek mahalladoshingiz o'zbek mahalladagi ota-onadan maktab haqida ularning fikrini so'rab ko'rganmisiz? To'rtinchi savol: maktab boshqaruv jamoasi o'zlarini ham bolalarini, ya'ni direktor bo'lishi mumkin, zavchi bo'lishi mumkin. Biz misol uchun direktorlarimiz bolalari o'zimizda o'qiydi, zavchlarimiz bolalari ham o'zimizda o'qiydi. O'z maktabida o'qitadimi? Shunchaki to'g'ridan-to'g'ri o'zingiz bolangiz qayerda o'qiydi deb so'rasangiz bo'ladi. Xo'p, mana endi test natijalarini o'zingiz tahlil qilib ko'ring, biz qilib bermaymiz. Hop, agar bitta yoki 0 umuman ha bo'lmasa, balki yo'q halarni ko'paytirish kerak, boyagi savollarga chuqurroq kirib, yoki o'ylab ko'rish kerak. Vaqtimiz pul bekor ketayotgan bo'lishi mumkin pulimiz bilan. Xo'p, 2-3 ta bo'lsa yaxshi, bu ham bu zo'r. Lekin nimadadir oqsoqlik bo'lishi mumkin-da, do'stlarda yoki ta'limda yoki tarbiyada yaxshiroq tanlovlar haqida bitta o'ylab ko'rish kerak. Boshqa maktablarni ko'rsangiz bo'ladi. 4 ta bo'lsa, yaxshi maktab topgansiz, u almashtirish shart emas. Ya'ni yana mana bu kattaroq maktab ochilibdi yoki bu yerda bunaqasi ochilibdi, chet el ustozi bor ekan yoki bunaqa ekan, yo'q, shart emas. Chunki bolani biz ma'lum-da, hozir yaxshi-da hammasi, ya'ni sinfdoshlari yaxshi, o'qiyapti, natija qilyapti, kitob o'qiyapti. Ya'ni hammasidan qoniqib turibmiz-da. Bu maktabda hali noma'lum nima bo'lishi. Shuning uchun bor narsadan quruq qolmaslik uchun, chunki bolani sinfdoshlaridan ayrilganingizda men maktab almashtirganman, bilaman bu qanaqa bo'lishini sinfdoshlardan yoki umumiy kursdoshlardan. Menga yaxshilikki bo'lgan, lekin o'z umumiy bu his menga tanishda bu his. Shunga ham bu oson emas bolaga. E'tiborli bo'lishimiz kerak. Olib o'tgan joyimiz 2 barobar yaxshi bo'lishi kerak-da. Bo'lmasa 10%, 20% uchun balki qovurgani ham yaxshi eski sinfdoshlari bilan. Xo'p, endi bizda mana taqdimot bor ekan. Qisqagina, faqat raqamli, qanaqa maktab? Biz hozir Ebesino filialdamiz, shuning uchun ozgina Ebesino filiali haqida gaplashamiz. 92% otamiz bizni boshqalarga tavsiya qiladi. Mana shu rasmda qo'ygan ota-onalarimiz ham, bittalari misol uchun ta'lim sohasida ishlaganlar, pensiyaga chiqqanlar, boshqalari shifokor, uchinchilari ham oliy ma'lumotli odam. Ya'ni maktab ajratisha oladigan odamlar. Rasmda qo'yganlarimiz, videoga chiqarganlarimiz. O'quvchimiz grant yutadi. Shu kungacha yutgan grantlarimiz 20 millionga yaqinlashibdi. Bu endi buning ichida chegirma grantlar ham bor va full 100% grantlar ham bor. Maktabimiz bu yil 30 bu yil emas ekan, umumiy 80 ta IELTS natija qildi va SATdan 29 ta natija qildi. Ular orasida ballari ham bor. Mana 37 ta 7,5, 19 ta 11.400+. Bu yil mana 45 ta bola bitirdi Lokomotiv filialida. Undan 41 tasida natija bor. 2 tasidan qilib bersa, yaqin orada 43 ta bo'ladi. Xo'p, IBSdan natijalari nechta? 22 ta bola bitirdimi? Kim biladi IBSdan natijasini? Bilmaysizlarmi?
24 ta bola. 24 ta bola bitirdi. 11 tasining natijasini ro'yxatini ko'rdim men. Balki qolganlarda o'zi bo'lgandir, balki qilolmagan bo'lishimiz ham mumkin. Lekin 11 tasining aniq natijasini ro'yxatini ko'rdim. Xo'p, 70 ta o'quvchimiz 0 oldi. Bu asosan kichkina sinflar oladi, odatda 0 topshirishadi. Xo'p, missiyamiz bor. Missiyasi to'g'ri. Bolalarga sifatli ta'lim berish. Bu nima degani? Pul topish birinchi navbatda emas bizda. Ta'lim bilan pul kelib qolgan paytda biz ta'limni tanlaymiz. Jamiyatga kerakli odam bo'lib chiqsin. Shuning uchun ham maktab o'zbek tilida kerakli bo'lishini xohlaymiz biz, uni vijdonli bo'lishini xohlaymiz, vatanini, jamiyatini yaxshi ko'rishini xohlaymiz. Nobog'da universitetga grant yutadigan bo'lsa, chet elga qaytib kelsin, biz buni xohlaymiz. Va oddiy gap, oddiy qoida, mahalliyni hurmat qil, globalda kerak bo'l. Ya'ni o'zbek tilini bil, chet tilini ham bil, butun dunyoda kerak kadr bo'l, chunki dunyoda kadr ochligi ketyapti. Lekin vataningni unutib olma, biz tayyor immigrant chiqarmoqchi emasmiz. Qolgan maktablarda qanaqa farqlarimiz bor? Ko'p emas. Biz 83% o'quvchimiz o'zbek sinflarda. Ya'ni biz asli aksar o'zbek maktabimiz. Boshlang'ichlarda ingliz, rus sinflarimiz bor, ular ham o'zbek bo'lib ketadi. Gadjetsiz o'quvchi. O'quvchilarimiz uyda ham telefon ishlatishmaydi. Telefon ishlatishsa bir necha marta jarima bo'ladi, ya'ni kitob sovg'a qilishadi, keyin maktabdan chetlatilishadi. Oddiy smartfon, ya'ni smartfon, hattoki planshet smartfon ham mumkin emas, tugmali telefon tutish mumkin xolos. Bolalarga kitob o'qitamiz, shu kungacha 6000 marta bolalarga kitob o'qib topshirishdi. Bitta maktabimizda 92% ga chiqdi kitob o'qib topshirish, bittasida 65, bu yil ochilgan maktabimizda 36%. Ruhlantiramiz bolalarni, ya'ni bola o'qish xohlasa keyin o'qiydi. Shuning uchun bolalarga sovg'alar beramiz, tangalar beramiz va auksionlar o'tkazib turamiz. Keyin bolaning axloqiga ham qaraymiz. O'qisa bo'ldi emas, bola axloqiy ball nazoratida bo'ladi. Zehni pastroq bo'lib, bilim pastroq bo'lsa, bola o'qib bitirishi mumkin bizani. Shuning uchun boya 45 ta bolaning ichida 43 tasidan natija bor. Lekin bola boshqalarga xalaqit bersa, tarbiyada noto'g'ri nima deymiz, o'rnak bo'ladigan bo'lsa, bola bilan ishlamaymiz. Odatda shartnomani bekor qilamiz. Bir yil o'qitamizda, keyin bolangizni olib keting, puli ketyapti deymiz. Chunki bolani tabiatini yoki tarbiyasini o'zgartirish faqat bizga emas, ota-onaga ham bog'liq. Boshqa bolalarimizni omonda olib qolish uchun majburmiz. Shu 55 ta bola bilan demak bu yil yosh shartnoma tuzmadik va xarlashdik. Qani? Ha, Telegramda ovoz yaxshi eshitilmayotgan bo'lishi mumkin, uzilib qolayotgan bo'lishi mumkin. YouTube'ga o'tib oling. Bir ikkita odam o'tibdi. O'tib olsanglar yaxshiroq bo'ladi ovoz. Keyin yana boshqa maktablardan farqimiz Kumon tizimi bor bizda boshlang'ich sinflarda. Yaponiyadan olingan matematikani o'rgatish tizimi. Har bitta bolaga planshet beramiz va o'zini tezligida o'rganadi. Hozir 4-sinflarni bitiruvi bo'ldi. O'sha yerda 7 tami bola, balki 8 tadir, 7-sinf misollarni ishlashyapti. Ana, bu yerda ham yozib qo'yamiz. Va xitoy va arab tili darslari bor, bu hamma maktablarda yo'q. Va ustozlarimiz, endi bu bitta-bitta tanishtirsak vaqt ketib qoladi. Bu ustozlarimiz yutuqlari. Boya xuddi o'zimiz aytgan mezonlar bo'yicha bizni o'sha natijalarimiz. O'qituvchilarni qanaqa tanlashimiz, qanaqa tanlaymiz? Ariza kelib tushadi. Pedagogikasini tekshiramiz alohida, bilimini tekshiramiz alohida, suhbat qilamiz va keyin insofini, vijdonini ham tekshiramiz 2 hafta. Ishlab. Va 90% o'quvchilarni yildan yilga olib qolamiz. Bu yaxshi ko'rsatkich. Eng yaxshi maktablarda shunaqa bo'ladi. Qanaqa olib qolamiz? Shahardagi eng yuqori maoshlardan bittasi bizda muhit erkin, ustozlar saralangan va o'quvchilarni ham saralab beramiz. Ya'ni boyidagi axloqqa xalaqit beradigan bolalarni sekin olib tashlaymiz. 85% o'quvchilar yildan yilga biz bilan qolishadi. Dunyodagi eng zo'r xususiy maktablarda 94% bu ko'rsatkich. Ya'ni xususiy bo'lgani uchun baribir 5%, 6% bola bu maktabdan ketadi, chunki moliyaviy holat bor, ko'chish bor, ikkinchi, uchinchi bolalar maktabga chiqishi yoki katta bolalar institutga kirishi bor. Shuning uchun ham hozirgacha biz 85% ga chiqara oldik. Individual yondashuv bor, mana shu 4 ta fanda. Ya'ni matematika, ingliz tili, arab tili, xitoy tili va bu yildan ba'zi sinflarga fizikada ham individual yondashuv qo'yamiz. Ya'ni bu nima degani? Bitta guruhda mana shu fanlarda 10 ta 12 ta bola bo'ladi. Ba'zilarda 6 ta 7 ta bo'ladi, ya'ni sinf ikkita bola kamroq bo'lsa. Va qo'shimcha ma'lumotlarimiz bor. Bizda ixtisoslashuv bor. Bolangiz kim bo'lishidan qat'iy nazar tayinlab beramiz. Ya'ni doktor bo'lsa doktor, kimyo biologiya, diplomat bo'lsa diplomat, 9-11 ta faqat, pastki sinfda emas. Xo'p, darsimiz tillari boshlang'ichda o'zbek, rus, ingliz, yuqori sinfda faqat o'zbek. Oshxona hamma maktabga o'xshab bizda ham bor. Ovqatlar tekshirilgan, yaxshi, sifatli. To'g'rili, hamma maktablarda bor to'g'rili, bizda ham bor. Va nazorat ilovasi bor. Bolangiz nima qilayotganini, necha baho o'tganini ko'rib turasiz va tabiiy hamma maktablarda bo'lgandek bizda ham madaniy sayohatlar bor.
Ha, yana bitta joyi farqli jihatimiz, biz ota-ona bilan ham suhbat o'tkazamiz. Suhbat deymiz asli bu test. Ya'ni ota-ona ham testdan o'ta olmasdan bolasini olmasligimiz mumkin. Chunki bolani o'zgartirish uchun siz bilan hamkorlik kerak-da bizga. Shuning uchun ba'zan olmaymiz, majbur. Bolani o'zgartira olmasligimiz aniq bo'lsa, mana kecha ham 3 ta bolani bermoqchi bo'lishdi, 2 tamidi. Ota-ona tufayli olmadik bolalarni. Bolalar yaxshi bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin ota-ona biz bu ota-ona bilan bolani o'zgartirib natija qilolmasligimizni bilganimiz uchun olmadik. Va mana bu o'quv yili boshlanganiga qancha bo'ldi? May oyi bo'lsa 2 oy bo'libdi. 69 ta bolani olamiz. Hamma misol uchun pulini hisoblasangiz, balki bu qancha bo'ladi hozir? 3 milliard bo'lar ekanmi? 3 milliard bo'ladimi? 300 million so'm bo'ladimi? 3 milliard bo'lar ekan. 3 milliard so'mda endi. Biznes tomondan qarasangiz, yaxshi, katta pul, lekin boyagi biz sifatli ta'lim berish missiyamiz bo'lgandan keyin ta'lim qila olmaymizmi, natija qila olmaymizmi, olmay qo'yaveramiz. Narxlarimiz 6,5 million so'mdan. Ba'zi sinflarda arzonroq va chegirmalar bor. Maktabga xush kelibsiz. Toshkent shahrida ikkita filialimiz bor, Farg'onada bitta filialimiz bor. Savol javob kunimiz bormi? Ha, aytgancha bizda ertaga ochuv eshik kuni bo'lyapti. 3 ta filialimizda ham, Farg'onada ham, Toshkentdagi 2 ta maktabimizda ham, Ebesinoda filialda o'zim bo'laman, ya'ni hozir turgan filialimizda. Soat 11 da boshladimi? Yana bitta pej bor ekanmi? Ha, mana 3 ta filialda ochiqchilik kuni kutamiz. Ebesinoda o'zim bo'laman. Shu maktabni aylantirib ko'rsatib, savollarga javob beramiz. Soat 11:00 da boshlanadi. Vakanchi filialda ham ertaga 11:00 bo'ladi, Farg'onada ham xuddi shunaqa. O'zimizni direktorlarimiz kutib oladi. Kechaga mana shu 6 ta mezonni oldingiz-ku bugungi va 3 ta red flag oldingizmi? 4 ta. Shuni hammasini berib ko'ring. Mezonga tushirib ko'ring. Bittasiga tushmaymiz. Chunki adolat jihatdan faqat o'zimizga to'g'ri keladiganini aytsak ham sizga ilm emas, propaganda bergan bo'lamizda. Shuning uchun aksariga tushgan maktabni tanlayverasizda. Hop. Ha, mana Rahimov School admin degan akkauntimiz bor. Shunga ro'yxatdan ochishlik kelmoqchi bo'lsangiz, shuni ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz, bog'lanamiz, tushuntiramiz, lokatsiyada tashlab beramiz. Ha, ustozlarimiz ham bo'ladi ertaga. Ustozlarni ham ko'rib ketar ekansiz, ertaga ochishlik kuniga kelsangiz. Hop. Bolalarni olib keling, bolalarni ham chunki imtihon qilamiz-ku. Psixolog bilan gaplashadi. Bolalarimiz. Savol yozishib, o'tin ko'rib javob bersin. Savol bo'lsa, Ro'yxati bor. bering, o'qiyveraman. Ha, bitta savol kelibdi o'zi bizga hozir. O'zim fikrim rus tili maktabga berish, lekin ba'zilar aytishicha o'zbek fikrlashni o'rgatish uchun o'zbek maktabga berish kerak. Nima deysiz? Xo'p, endi hozir bu savol berayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bolangiz 1-sinfda. Chunki 1-sinf va oldida beriladi. Bunaqa savollar 5-sinfda berilmaydi-ku. Shunga, xo'p, bu hozir 1-sinfga chiqayotgan bolalar 2037-yil bitiradi, maktabni. 2036, 2037-yil bitiradi. Men o'ylamayman 2037-yilda rus tilini bizdagi, O'zbekistondagi yoki dunyodagi kerakligi ingliz tilinikidan ko'proq muhimroq bo'ladi deb. Shuning uchun ham ingliz sinfga berish mumkin agar bo'lsa, yoki o'zbek sinfga berib turib, rus tilini gaplashish darajasida o'rgatib, o'zbek muhitida katta qilgan yaxshiroq deb o'ylayman-da. Chunki bizda rus maktabdan kelgan bolalar bor. Rus maktabda o'qitsangiz, uydagi muhit o'zbekona bo'lishi kerak. Ya'ni buvi-do'da bor, o'sha ko'p-ko'p mehmonlar kelib turadigan, uyda o'sha o'zbek milliy bayramlari nishonlanadigan, hayitga o'xshagan bayramlar nishonlanadigan oila bo'lmasangiz, bola rus madaniyatiga tortib ketadi. Nafaqat rus madaniyati, ingliz maktabga bersa, ingliz madaniyatiga, xitoy maktabga bersa, xitoy madaniyatiga tortib ketadi. Endi bu kimgadir kerak bo'lishi mumkin, lekin bundan gaplashgan ota-onalarga kerak emas. Shuning uchun ham o'zbek maktabini tanlashyaptilar. Menimcha savol bo'lmadi. Yaxshi javob berib chiqdik menimcha, hamma bo'lishi mumkin bo'lgan savollarga. Bo'ladi, sekin yakunlasak. Savollar bor endi. Bormi? Savol ko'p, teparoqda. Hozir o'qib berasizmi? Yo ko'rsatasizmi? Yozishyapti endi. Mudarris maktab haqida nima deysiz? Ha. Qarang. Ayni maktablar maktab nomini yozib, mana shu maktabga nima deysiz deb so'rasangiz, men javob bera olmayman. Chunki hamma maktablarni ham bilmayman. Ichkaridan boshqa yoki egalarini tanimayman. Lekin bugun mana mezonlarni aytdik sizga. 6 ta mezon va 4 ta qizil bayroq. Shularni shundan hisob ko'ring, mezonlarga, mana shularga to'g'ri kelyaptimi yo'qmi? Shunda o'zi aniq bo'ladi.
Xo'p, boshlang'ich sinfda yo'nalish aniqlamagan yaxshi. Boshlang'ich sinfda odatda savod chiqariladi. O'zi 4 ta savod bor. Raqam savodi, numeracy deymiz biz, o'sha raqamlar, kasrlar, arifmetika, matematika, harf savodi, kitob o'qish, yozish shunga o'xshagan, tabiat savodi, fizikaviy hodisalar va madaniy savod. Ya'ni ko'chada o'zini qanaqa tutish kerak, har xil vaziyatlarda qanaqa to'g'ri qilinadi, madaniyat deymiz-ku. Shuni chiqarish kerak. Ixtisoslashuv xalaqit beradi bu yoshda. Chegirmalarimiz bor. Qarang, ikkinchi bolaga bor 5%, uchinchi bolaga bor 10%. Hop, shifokorlar va o'qituvchilar chegirmamiz bor 10%. Yana nima? Chegirmalarimiz bor. Bir kunlik to'lov chegirmamiz bor. ABC maktabimizda bu 5.900.000. Bir kunda agar kelib, shu shartnoma tuzib imtihon qilib ketiladigan bo'lsa. Yillik chegirmamiz bor keyin 5.500. Rahim Schoolda forma bormi deb so'rashibdi. Bizga talab bor. Ya'ni kiyimga talab bor. Qizlarga aytamiz, misol uchun tizzadan pastroq kiyinglar yoki shim kiymanglar yoki bolalarga aytamiz, shortida kelmalaring yoki sportivkada kelmalaring deymiz. Shu talablar bor, shundan oshmasligi kerak. Muayyan forma yo'q. Lekin bolalarimiz hammasi borib ko'ynakda keladi. 6 yoshdan qabul 1-sinfga 2030 dan bo'ladi. Hozirgi kunda pre-school, ya'ni maktabga tayyorlov sifatida o'qitiladi. 12 yillik maktablar bor. Ular 6 yoshli bolani 1-sinfga olish mumkin. O'sha bilan dastur bir xil bo'ladi. Boshqa maktablarda imtihonsiz olamiz, negaki bolani bilimini yuqori darajaga ko'taramiz deb reklama berishyapti. Sizlarning maktablarda imtihonni olmadi, shu haqida Ha, red flaglarga mana shuni qo'shishimiz kerak ekan. Qarang, yana zo'r savol bo'ldi mana shu. Bolani imtihonsiz olamiz, chunki biz istalgan bolani yetkazib ola olamiz deb aytar ekan ba'zi maktablar. Bu zo'r. Bu zo'r. Amaliyotda ishlamaydi faqat. Amaliyotda ishlamaydi. Nima uchun? Nima uchun? Chunki bolani mana sinfda 20 ta bola bor-da va 20 ta bolaga bitta o'qituvchi bo'ladi odatda bitta fandan. Va u o'qituvchining yana 2-3 ta sinfi bo'ladi. 60 ta bola bilan ishlash kerak u. Endi qarang-da, u deylik matematikani olaylik. Matematikada u 7-sinf mavzusi kelib qolganda, 5-sinf o'quvchilar. Keyin yil o'rtasida top etib 4-sinf mavzusini ham bilmaydigan bola kelyapti. Savol: qanaqa qilib 3 yillik dasturni o'sha 60 ta o'qituvchi bilan o'quvchi bilan ishlayotgan o'qituvchi yetkazib beradi? Buni imkoni yo'q. Shuning uchun ham biz imtihon qilgan paytda Rahim Schoolda chiziq qo'yamiz. 5-sinfga oladigan o'quvchimiz 5-sinfdagi eng kuchsiz o'quvchini darajasida bo'lishi kerak. 7-sinfga oladigan o'quvchimiz 7-sinfdagi eng kuchsiz bola. Kuchsiz bolalar bor hamma sinfda, hamma maktabda bor u. Ya'ni xususiy maktablarda. Lekin o'shani darajasiga teng bola olishimiz kerak. Shunda kuchsiz bolalar 3-4 ta bo'ladi-da. Shunda boyagi o'qituvchi 60 ta bolaning orasidan bitta emas, 3-4 ta bola bilan aniq ishla oladi, ya'ni vaqti bo'ladi. Men o'qituvchiman, shunda faqat o'qituvchilarning chegirmasini, men ikkita farzandimni bermoqchiman, faqat bitta chegirma ola olamanmi yoki ham o'qituvchilarga ham ikkita farzandimga 5% chegirma? Zo'r savol. Men javobini bilmas ekanman. Keling, aniqlashtirib beramiz. To'g'risi. Eng o'sha 10 bo'ladi-da, endi o'qituvchi bo'lganingiz uchun ikkita bolangizga, lekin ikkinchi bolangiz berganingizga 15 ming, men buni bilmas ekanman, to'g'risi. Uni o'sha to'lov qilayotgan paytda moliya bo'limi hisoblab beradi-da chegirmani. Sinfga berish uchun 7 yosh bo'lishi shartmi? Maktabga yo'nalish bo'lsa ham iqtidorga qarab qola berasizmi? Iqtidori bo'lsa bolangizni 2-sinfga bering. Agar 6 yoshli bolani 1-sinfga chiqarmoqchi bo'lsangiz, buni iloji yo'q. Hech kim hech qaysi maktab olmaydi. 2030 da balki o'zgarar. Shuning uchun agar iqtidorli zo'r bo'lsa, dars qiladigan, bitta joyda o'tiradigan bo'lsa, ingliz sinfga berish mumkin. Dastur qiyinroq bo'ladi. Ya'ni qanaqa qiyinroq? U bolaga yengil til-ku. Oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarini o'tishga kafolat bera olasizlarmi? O'tolmasangiz? Ha, bolaga oliy ta'lim universitetlariga imtihonga kirishga hamma bolaga har xil kafolat beriladi. Ya'ni kafolat deganda qanaqa? Bolangiz kelib, masalan, biz uni oldikmi? Albatta biz uni imtihonimizdan o'tdimi? Demak, biz uni natija qilib bera olamiz deymiz. Lekin qanaqa natijaligini bolaga qarab aytamiz. Ya'ni kim ikkita sinfdoshning natijasi har xil bo'lishi mumkin-da, chunki bolaning o'ziga ko'p narsa bog'liq. Kafolat yo'q. Kirolmasa nima qilamiz? Mana boya ham bitta ota-onamizga bergan va'damiz bajara olmadik. Biz aybimiz bilan. Xo'p, bu filialimizda deylik 300 ta bola bitirgan bo'lsa, shu 20 tasiga va'da bajara olmaganmiz-da. Endi hozir nima qilyapmiz? O'sha bajara olmagan bitta fanni o'qitib bera olmaganmiz-da. O'sha fanimizni boshqatdan, mana hozir yozda ham aytamiz, keling tekinga o'qitib beramiz deymiz. Sentyabrda ham o'sha fanni tekinga o'qitib beramiz deymiz. Aynan o'sha bitta fanni. Chunki o'sha fandagi va'damizni bajara olmaganmiz.
Kelinglar, har kun ishlaymiz. Ochiq eshiklarda shunchaki men o'zim bo'laman, o'zim tushuntirib beraman, maktabni aylantiramiz. Ko'p o'qituvchilarimiz bo'ladi, maktab bilan tanishish ehtimoli ko'proq narsa o'qib bilib ketasiz ochiq eshiklar kunida. 10-sinfda rus sinflari bormi? Uni yo'q, 5-sinfdan keyin rus sinflarimiz yo'q. Bu yil grant bo'ladimi? Agar bo'lsa qaysi oyda? Bu yil grant bo'ladi. 9-10, 11-sinflarga grant beramiz, avgust oyida e'lon qilamiz. Mutlaq to'lovsiz ham bola o'qitasizlar. Ha, grantga bola o'qitamiz doim. Bizda 5-8-sinf grantlari bor. U matematika imtihonidan olimpiada darajasidagi savollarni yecha olgan bolalarni o'qitamiz. Nafaqat grant, hattoki biz bolalarga oylik beramiz, yashashlari uchun, ovqatlari uchun yotoqxona beramiz. Xo'p, yuqori sinflarda 9-11da bizda mutlaq tekinga o'qitamiz. U ham matematikada imtihon bo'ladi va tabiiyki portfoliosiga qaraymiz, nima natijalar qilganiga. Har yil bo'ladi, bu yil ham bo'ladi, avgust oyida. Ota-onalardan test olinadi, ish vaqtida javob. Ota-onalardan test, maktabda nima kutyapsiz? Maktabga majlislarga kela olasizmi? Xo'p, oldingi maktablarni nima uchun almashtirgansiz? Shu haqida suhbat bo'ladi. Shunga yaqin suhbat bo'ladi. Bo'ladi, nomda qilishyapti. Bo'ldi, tugatamiz. 1 soat bo'libdi. 1 soat yaqinlashib qolibdi. O'sha aytganimizdek, 1 soat atrofida bo'lsa kerak edik. Rahmat, sog' bo'linglar. Shu kecha ko'rganlarga, vaqtingizga rozi bo'linglar. Xudo xolisa foydali ma'lumotlar bera oldik deb o'ylaymiz. Bo'ldi.